Agarda tug'ilgan yilingizning yig'indisi 6 ga teng bo'lsa, u holda 2026-yil sizdan bitta tanlov talab qiladi. 6 bu sevishganlar arkanasi bo'lib, siz doim boshqalar uchun yashaydigan insonsiz, lekin 2026-yilda bu ishlamaydi. 6 bu ikki yo'l orasida tanlov qilish majburiyatidir. Agarda ko'pdan beri cho'zib yurgan qaroringiz bo'lsa, bu yil albatta o'zingiz tanlov qiling. Aks holda hayot siz uchun baribir tanlov qiladi. Chunki 2026-yil yangi siklning boshlanish yilidir. Abjad bo'yicha 6 ga vav harfi berkitilgan bo'lib, vav bog'lovchidir. Agarda juft yoki ishdagi hamkorni tanlamoqchi bo'lsangiz, o'zingiz qaror qabul qiling. Ota-onalar yoki rahbarlar aralashuviga yo'l qo'ymang. 2026-yilda tavsiya qilinmaydigan ishlar bitta raqibga yoki qarshi jins vakiliga yopishib olishdir. Qaror qabul qilish uchun yaramaydigan sanalar 6, 15, 24 sanalaridir. Va albatta sizga tashqi bosimlar oshadigan oylar mart, iyun, sentyabr va dekabr oylaridir. Bularning sabablarini video ostida yozib qoldirdim va ushbu videoni 6 raqam egalariga, ya'ni shestyorkalarga jo'natib qo'yamiz. Ushbu videoni albatta saqlab qo'ying, chunki bu yil sizga asqotib qolishi mumkin.